Nimaga meni ogohlantirasiz? Men tushunmayman. Litsenziyam bor deyapman sizga. Qanaqa shartlari tushunmayman. Litsenziyam bor deyapman. Nimaga ogohlantirasiz? Qanaqa shtraf nima deyapsiz? Litsenziyani shart-sharoitini sizlarga hozir birin-ketin tushuntirib o'taman, qaranglar ukalar. Litsenziyani shart-sharoiti tomda shashka emblemasi bo'lishi kerak. Ya'ni mana bunaqa shashka 100% bo'lishi kerak. Bundan tashqari 083 forma bo'lishi kerak. Meditsinskiy knishka. 086 bilan yanishtirmaylar. 083 bo'lishi kerak. Undan keyin mashinada apteshka bo'lishi kerak. Xo'p, ukalar, agar mabodo sizlarni to'xtatsa, litsenziyam bor desanglar ham, mana narsalar bo'lmasa, sizlarni birinchi ogohlantirishyapti. Undan keyin katta shtrafga tushib qolishinglar mumkin bo'ladi. Ukalar, hozirgi paytda Yandex Taksi 9 kun yengillanganlarga imkoniyat beryapti mana shu narsalarni to'g'irlab olishni. Iloji boricha shu narsalarni to'g'irlab, bemalol liniyaga chiqinglar, xotirjam bo'lasizlar. Va yo'lovchi sug'urtasini qilib olsanglar, undan ham yaxshi bo'ladi. Zakazinglar ko'p bo'lishiga sabab bo'ladi. Ukalar, bu narsani iloji boricha Yandex Taksida yuradigan ukalarimizga maksimal yorib qo'yamiz yoki Yandexga endi ulanmoqchi bo'lgan ukalarimizga ham shu videoni tashlab qo'yamiz. Joninglar sog' bo'lsin.